Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aziz. Bu Texnogo kanali. 2 kun oldin Galaxy S26 Ultra taqdimoti bo'ldi. Hozir esa Galaxy S26 Ultra stolimda turibdi. Mana shu smartfonni men topib keldim. Qatlanamdir topib keldim. Sizlar faqatgina menga podдержка berishingiz kerak. Mana shu videoga like bosib va kanalimga obuna bo'lsanglar bo'ldi. Mana shu smartfonni bugun sizlarga obzor qilib beraman va qanaqa o'zgarish borligini ham hammasini mana shu videoda ko'rib olasizlar. Hattoki One UI 8.5 versiyasi ham chiqqan. Mana o'shalarni ham men fishkalarini sizlarga birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. Men bir kun oldin mana shu Galaxy S26 Ultrani o'zim ochib, aktivatsiya qilib, programmalar o'rnatib qo'ydim va qaytadan yana joyiga joylashtirib qo'ydim korobkasiga demoqchiman. Mana hozirlik ochib ko'rsataman. Mana Galaxy S26 Ultra xo'p. Ichki korobkasidan, upakovkasidan faqatgina Type-C kabeli chiqadi, boshqa hech narsa chiqmaydi. Chunki biz o'rganib bo'ldik, alohida головка sotib olishga, ya'ni adapter sotib olishga. Xullas, mana kabeli chiqadi, Type-C kabeli, bu boshqa hech narsa chiqmaydi. Xo'p, telefon o'ziga keladigan bo'lsa, buni olib qo'yib tura qolaylik. Xo'p, telefon mana o'zi. Mana telefonni o'zi. Mana ko'rib turganingizdek, Galaxy S26 Ultrani ko'rinishi, dizayni S25 Ultra bilan deyarli hech qanaqa farqi yo'q. Bir xil. Faqatgina bitta joyda o'zgarish bor. Agar siz ham sezgan bo'lsangiz bu narsani, kamera ободокиga, bitta kamera ободокиga 3 ta kamerani joylashtirishgan. Oldingi Galaxy S25 Ultrada esa alohida edi kameralari. O'sha asosiy kamerasi ham, ultra keng qamrovli kamerasi ham alohida edi. Bunda esa bitta obodokka 3 ta kamerani joylashtirib yuborishdi. Faqatgina mana shu tomoni bilan S26 Ultraligini bildirib turibdi. Lekin siz bunga chexol taqsiz, hech kim bilmaydi Galaxy S26 Ultrami yoki S25 Ultrami, hech kim buni farqlay olmaydi demoqchiman. Korpusiga keladigan bo'lsa, bu endi titan emas. S25 Ultra, S24 Ultra esa titan bilan chiqqan edi. Mana endi bu S26 Ultra esa alyumin bilan chiqarildi. Lekin o'ziga yarasha plus minuslari ham bor. O'zi o'tgan yili iPhone 17 Pro Max, 17 Pro lar alyumin bilan chiqqanda ko'pchiliklar hate qilishdi, yomonlashdi, tezroq qirilib ketadi. Shaxsan men o'zim ham bu narsani aytdim, chunki alyumin titanga qaraganda nozikroq bo'ladi va qirilib ketish xavfi juda ham ko'proq degan edi. Va o'shanda Galaxy S26 Ultra unaqa bo'lib chiqmaydi, titan bo'lib chiqadi deyishgan edi. Yo'q, Galaxy S26 Ultra ham mana endi alyumin bilan chiqazildi. Lekin o'ziga yarasha plus minuslari bor. Lekin telefon unaqa og'ir emas, yengilroq. Va mana telefonni ishlaymiz. Men buni aktivatsiya qilib qo'yganman va programmalar o'rnatib qo'yganman. Galaxy S26 Ultraga men qoyil qoldim. Hech qaysi smartfonlarda hozirgi kunda bunaqa funksiya yo'q. Samsung yengillik qilishdan umuman to'xtamayapti. Shu oxirgi paytda umuman yengillik qilishdan to'xtamayapti. Qoyil qolish kerak. Bunga Privacy Display o'rnatildi. Ya'ni qora matrica texnologiyasini displeyga o'rnatgan. Ya'ni nurlarni, ekraningizdagi chiqayotgan nurlarni tarqatib yubormaydi. U funksiyani yoqib qo'ysiz, faqatgina nurni sizga tarqatadi. Sodda qilib tushuntirganda, tonirovkali stiklo bunga taqish shart emas. Tushunasizmi? O'sha faqatgina funksiyasini siz yoqib qo'ysangiz, ekraningiz tonirovkali bo'ladi. Chap tomondan, o'ng tomondan, tepadan, pastdan umuman hech kimga ko'rsatmaydi va uni siz maksimal darajada ham ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Mana displey kirganingizdan keyin Privacy Display kirasiz, yoqib qo'yasiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoq tomondan mana ko'rsatyapman, ko'rinmayapti ekran. Bu yoq tomondan ko'rsatyapman, ko'rinmayapti. Qorong'iroq bo'lib ko'ryapti. Faqatgina ekran yorug'ligi faqatgina men o'zimga ko'rsatyapti. Va undan tashqari siz buni maksimal darajada ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Umuman deyarli ko'rinmaydi. Ko'rasizlar, umuman deyarli ko'rinmaydi. Lekin no tomoni ham bor. Buni sal keyinroq tushuntiraman. Buni funksiyalari juda ham ko'p ekan. Mana titkilab chiqdim men o'zim bir kun oldin. Xullas, mana bu joyda grafiskiy ключ, parol. Ya'ni siz parol terayotganingizda kimdir ko'ra olmasligi uchun mana shu funksiyasini yoqib qo'ysangiz, hech kimga ko'rinmaydi. Siz nima qanaqa parol yozyapsiz yoki ilon izi qo'yapsizmi, hech kimga ko'rinmaydi. Tushunasizmi? Yoki siz xabarnomaga ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Ekraningiz tonirovkali bo'lmaydi-da. Siz
avtobusda ketyapsiz yoki metroda ketyapsiz yoki odam gavjum joyda ketyapsiz, sizga qanaqadir xabarnoma keldi va siz o'sha xabarnomani boshqalarga ko'rsatgingiz kelmayapti, tushunyapsizmi? O'sha xabarnomadagi funksiyasini yoqib qo'ysangiz, tepadagi xabarnoma kelganini faqatgina sizga ko'rsatadi, boshqa odamlarga ko'rsatmaydi. Qanaqa darajada ishlab chiqarsizda Samsung, men shu narsasiga qoyil qoldim va buni siz har bitta ilovaga yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bankskiy ilovaga yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun o'sha bankskiy приложение kirganingizdan keyin bu o'zingiz shotingiz bo'ladi, karta raqamlaringiz bo'ladi va o'sha programmaga kirganingizda o'zi avtomatik ravishda private display funksiyasi yonadi va bankskiy приложениеdan chiqib ketganingizdan keyin yana o'zini holatiga qaytadi. Dahshat, просто dahshat. Men shu joyga qoyil qoldim Samsungga. Просто super. Lekin ham bor, siz bu funksiyani yoqib qo'yganingizdan keyin ekranni sifati ozgina bo'lsa ham xiraroq bo'ladi sifati. Agarda siz maksimal darajada yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, undan ham ozgina xiraroq bo'ladi. Tushunyapsizmi? Lekin bu birinchi texnologiya bo'lganligi uchun ham Samsung ishlatadiganlar bu narsani to'g'ri tushunadi va to'g'ri hazm qiladi deb o'ylayman va undan keyingi versiyalarda bu yaxshilanib va yaxshi takomillashadi va ekranning sifati yaxshilanib boradi. Ya'ni mana shu funksiyani ham yoqib qo'ysa ham demoqchiman. Lekin hozirgi kunga kelib, hozir ekranning sifati ozgina bo'lsa ham pasaygan demoqchiman. Men o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Men o'chirib qo'yaman, yoqib qo'yaman, men o'chirib qo'ydim. Men ekran sifatini ko'rasizlar, bitta farq qilayotgan bo'lsa kerak. Ekran ozgina ham mutniy bo'lib qolyapti. Xuddi tonirovkali steklo taqasku yozuvlar ozgina ajib-bujib bo'lib ko'rinadi. G'ira-shira, dona-dona piksellar soni ozgina ko'rinib qoladi. Bunda ham xuddi shunaqaroq, lekin tonirovkali stekloga qaraganda yaxshiroq demoqchiman. Lekin keyingi versiyalari chiqqanda, Galaxy S27 Ultra, S28 Ultra chiqqanda mana shu private display texnologiyasi, ya'ni boya aytganimdek, qora matrica texnologiyasi takomillashadi va ekranning sifati yo'qolmaydi. Bu birinchi texnologiya, bu Samsung mana shu narsani qo'lladi. Bu juda ham yaxshi, bu boshqa smartfonlarda yo'q. Mana shu narsasiga men qoyil qoldim. Va ikkinchi tomoni esa, bilasizlarmi nima? Samsung boshqa smartfonlarga ham displey ishlab chiqaradi, to'g'rimi? Va o'sha iPhone'ga ham, qaysi kompaniyalar bo'lsa ham, o'sha boshqa kompaniyalarga ham ishlab chiqaradigan telefonlarga ham displey ishlab chiqaradi va mana shu texnologiyani ham Samsung sotishi mumkin va Samsung soqqa qilishi ham mumkin. Tushunyapsizlarmi? Samsung qanaqa darajada texnologiya bo'yicha ancha oldinga o'tib ketyapti. Qoyil lekin. Qo'limdagi qora rangi menga juda ham yoqdi. Sal yon tomondan ahamiyat berib qarasangiz, ko'kimstaroga ham o'xshab ketar ekan. Mana shu tomoni menga yoqdi. Realni yoqdi. Undan tashqari oq rangi bor, sky blue rangi bor va purple ranglari ham bor. iPhone 17 Pro Max qora rangini unutib qo'ydi, lekin Galaxy S26 Ultra esa unutgani yo'q. Ishlashlari juda ham zo'r, juda ham tez. Buni CPUsi 19% yaxshilangan S25 Ultra ga qaraganda va sun'iy intellektga javob beradigan prosessor esa NPUsi esa 39% ga yaxshilangan. Ya'ni siz sun'iy intellektda, ya'ni komanda berasiz, prompt yozasiz, ya'ni tezroq javob olasiz demoqchiman va tezroq ishlaydi demoqchiman. O'yinlar uchun javob beradigan prosessori esa Snapdragon 8 Elite Gen 5 24% ga S25 Ultra ga qaraganda ray tracing yaxshilangan, ya'ni o'yindagi soyalar, отражениялар yaxshiroq qaytadi. Ya'ni og'ir o'yinlarda demoqchiman. Mana endi qisqacha reklama bor, lekin foydali. Ko'ringlar. Agar sizda sayt yokida ilova ichga dastur bo'ladigan bo'lsa, u serverda ishlaydi. Server-kol mana shu serverlarni taqdim etadi. Kompaniya biznes uchun bulutli xizmatlar beradi va O'zbekiston, Qozog'iston va Keniyada faoliyat yuritadi. Mijozlar orasida uzun nasiya va bo'sh yirik kompaniyalar bor. Qaranglar, yaqinda Toshkentda GPU serverlari ishga tushirildi. Nvidia RTX A5000 24 video xotira bilan ishlayapti. Bu sun'iy intellekt 3D grafika va katta hisob-kitoblar bor-ku, o'sha uchun mo'ljallangan kuchli server. Eng muhimi, bu server Toshkentda joylashgan va butun ma'lumotlar O'zbekistonda qoladi. 26 mart kuni Samarqandda biznes uchrashuv o'tkaziladi.
U yerda nima bo'ladi? IT xarajatlarini kamaytirib, xavfsizlikni kuchaytirish to'g'risida amaliy tavsiyalar beriladi. Agar siz biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, mana shu sizga foydali bo'lishi mumkin. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz mumkin. Havolani opsiyada yozib qoldiraman. Galaxy S26 Ultra'da Hop, One UI 8.5 versiyasi bilan ishlayapti. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyga kiramiz. Hop. Android versiyasi 16-versiya va One UI 8.5. Bu yangi versiya. O'zgartirishlar kiritilgan. Men o'zimni bilganim, nastroykadagi bo'limlar juda ham soddalashtirilgan. Va hattoki mana bu joydagi punkt bor-ku, men o'zimning tilimda gapiryapman. Ya'ni ekranni yorug'ligini o'ynaymiz va ovozni ham baland-past qilsak bo'ladi va buni siz o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'lar ekan. Ya'ni katta kichikligini. Mana bu joydan izminitni bosamiz. Mana bunaqa tarzda katta yoki kichikroq qilsak bo'ladi, xohlasak vertikalni qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa vertikalni qilib qo'ysak bo'ladi. Xohlagan joyingizga ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu joyga, xohlasangiz mana bu joyga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana bu zadachalarni ham kichkina qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bunaqa tarzda, xohlasangiz bunaqa tarzda. Ya'ni mana fonariklarni demoqchiman, polyot rejimlarini aytmoqchiman va multimediani ham kattaroq yokida kichikroq qilib qo'ysangiz bo'ladi. Fonarikka yoqgan paytingizda siz fonarikdan foydalanyapsiz va telefonni blokka tiqqaningizdan keyin telefonni blokirovkadan ochib turib, fonarikni o'chirishingiz shart emas. Blokka o'zida fonarikka o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana One UI 8.5 da yangicha animatsiyalar qo'shishgan. Hattoki telefon juda ham tez ishlayapti, juda ham silliq ishlayapti. Mana bu joyda aboy bo'limida ham yangiliklar qo'shishibdi. Mana hozir o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu kuchuni qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin yangicha shriftlar qo'shib qo'yishibdi. 3 ta dona shrift qo'shib qo'yishibdi. One UI 8.5 da mana bu joyda pagoda bo'limi bor. Mana shuni bossangiz, sun'iy intellekt yordamida, ya'ni Galaxy AI yordamida sizda qanaqa ob-havo bo'layotgan bo'lsa, mana shunaqa ob-havoni ekran foningizga animatsiya bilan qo'yib berar ekan. Juda ham ajoyib. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq ko'rsatyapman, mana o'zingizlar bilishingiz uchun. Menga shu tomonlar juda ham yoqdi, lekin bu sun'iy intellekt yordamida ishlaydi. Batareyasiga keladigan bo'lsa, Galaxy S26 Ultra'ni 5000 mAh batareyga joylashtirishgan. Galaxy S25 Ultra bilan deyarli bir xil. Lekin zaryad olishi tezroq bo'lgan. Oldingi seriyada Galaxy S25 Ultra'da 45 vattda zaryadlasangiz, taxminan yarim soatda 55%, 60% zaryad olardi. Mana endi Galaxy S25 Ultra'da butun Samsunglar seriyasida eng tezkor oladigan zaryadga mana shu Galaxy S26 Ultra bo'ladi. Ya'ni 60 vattda qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni u yarim soatda 70%, 75% to'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? Yarim soatda 70%, 75% to'lyapti. Va beprovodnoy zaryadga oldingi seriyasida 15 vatt zaryadga olsa, endi bu Galaxy S26 Ultra esa 25 vattda zaryad oladi, ya'ni beprovodnoy. Lekin MagSafe yo'q. Men shu narsasiga tushunmadim. Mana o'tgan yili Google Pixel 10 chiqdi va Apple dan sertifikatini oldi, MagSafe texnologiyasini. Mana Galaxy ham, Samsung ham bir-biri bilan yaxshi chiqishasan, Apple bilan, sen unga displey ishlab chiqasan, boshqa narsa ishlab chiqasan. So'ra sana MagSafe texnologiyasini o'rnatsa zo'r bo'lardi Samsung Galaxy'larga ham. Ya'ni alohida siz bunga MagSafe'li chexol taqib o'tirmasdingiz demoqchiman. Tushunasizmi? Yaxshi bo'lardi. Shunaqa, buni sun'iy intellektiga keladigan bo'lsa, Galaxy AI ancha boshqa sun'iy intellektlarga qaraganda oldinlab ketdi. Juda ham zo'r integratsiya qilingan va boshqa sun'iy intellektlar bilan ham zo'r integratsiya qilingan. Hattoki Gemini bilan ham demoqchiman. Boshqa smartfonlarda sun'iy intellekti bor, lekin kamroq. Siz xohlagan narsa bo'lmasligi mumkin. Galaxy S26 Ultra'da esa hamma sun'iy intellektlaringiz bor. Hattoki ChatGPT ham, hattoki Midjourney ham kerak emas. Tashqi boshqa sun'iy intellektlarni siz yuklab olmaysiz. O'zini stroyni bepul sun'iy intellektlardan foydalansangiz bo'ldi. Faqatgina siz to'g'ri prompt kirgizsangiz bo'ldi. Siz xohlagan narsangizni bu Galaxy AI qilib beradi.
tushunyapsizmi? Rasmlarni o'chirib tashlash, uni juda ham takomillashib ketgan. Boshqa rasmdan boshqa narsani qo'yib qo'yish, misol uchun kuchukni rasmini qo'lingizga o'xshatib qo'ysangiz bo'ladi yoki kiyimingizni almashtirib tashlasangiz bo'ladi sun'iy intellekt yordamida. Juda ham oldinlab ketgan. Bu narsani haqiqatan tan olish kerak. Agarda sizga sun'iy intellekt kerakmi, Galaxy S26 Ultra sotib oling. Bo'ldi. Boshqa smartfonlarda bunaqa sun'iy intellekt yo'q demoqchiman. Aytdim-ku, bunga endi ChatGPT, Midjourney kerak emas. Qarang, Stroyni o'zida sun'iy intellektni juda ham hayratda qoldirdi meni. Qaranglar, mana bu yerda sun'iy intellektga kirdi va sozlatdi bosaman. Faqatgina bu yerda iloji boricha ingliz tilida yozsangiz juda ham tushunarli bo'ladi. Bu yerda change noto'g'ri yozib oldim o'zim boshida. Hop, change shirt qisqaroq qilib yozaman, red deb yozaman. Xullas bu yerda men nima dedim? Sun'iy intellektga xullas futbolkamni qizil rangga o'zgartirib ber. Ya'ni qizil futbolka kiyg'izib berdi u men ustimga. Hozir ko'ramiz. Mana. Qaranglar, qanaqa darajada qilib berdi sun'iy intellektni. Realniy mana. Mana qaranglar. Bilinmayapti oq futbolkaligi ustimda. Mana oldingi holati va hozirgi holati. Nimadir farq sezyapsizlar? Umuman farqi yo'q. Futbolkamni qizil rangga bo'yab ber yoki almashtirib ber dedim. Ular sun'iy intellekt meni tushungan holatda buni futbolkamni qizil rangga o'zgartirib berdi va buni saqlanib qilib olamiz va saqlanib kopiya qilamiz. Mana bu joyda sun'iy intellektda qilinganligi to'g'risida logotipini ham tushirib qo'yadi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana logotipini ham tushirib qo'yadi va bu generalniy AIda qilindi deb ham yozib qo'ydi. Mana. Qaranglar, qanaqa darajada zo'r qilib berdi va oldingi holatini ham ko'rsanglar bo'ladi. Oldingi holati va hozirgi holati sun'iy intellekt yordamida. Mana shu tomonlar juda ham yoqdi menga. Va undan tashqari o'zini Galaxy AI-sida o'zingizni galereyadagi rasmlarni mana shu rasmga sun'iy intellekt yordamida qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun qanaqadir kuchuk bo'ladigan bo'lsa, kuchukni qo'lingizda ushlab turganingiz yoki mushukni qo'lingizda ushlab turganingizda ham qilib beradi, tushunasizlar? Va bu yerda stillarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Hammasi tayyor. Xohlasangiz komiks qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz anime qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz 3D qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda portret rejimlari ham bor. Juda ham ko'p sun'iy intellektlar bor va Gemini bilan integratsiya qilingan. O'zi anchadan beri integratsiyasi bor, shartnomasi bor. Circle to searchlari ham juda ham takomillashgan va juda ham tezroq topib beradi va muzikalarni ham mana shu yerda o'zida ham topib olsangiz bo'ladi. Ya'ni muzika kimga tegishli, avtori kim, hammasini bilib olsangiz bo'ladi. Xullas, AIsi juda ham zo'r. Buni endi kamerasiga keladigan bo'lsak, Galaxy S25 Ultra bilan unaqa katta o'zgarish yo'q. Asosiy kamerasi 200 megapiksel, lekin ozgina bo'lsa ham yaxshilangan va mana shunda Galaxy S26 Ultrada olingan rasmlarni va videolarni ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari S25 Ultraga qaraganda boshqa bitta juda ham zo'r rejimi bor. Kamerasida men shu narsasiga ham qoyil qoldim. Hozircha 3 ta sabab ko'raman. Uchinchisi mana shu, ya'ni super stabilizatsiya qo'shilgan. Bu juda ham zo'r rejim ekan. Men sizlarga hozir shu narsani qanaqa ishlashini ham ko'rsatib beraman va undan tashqari siz rasmlarni va oddiy rejimda videolarga olganimni ko'rsanglar bo'ladi va baho berib qo'yasizlar o'zingizlar bitta. Galaxy S26 Ultra'ni aytdim-ku, super stabilizatsiya funksiyasi bor. U kamera rejimida joylashtirilgan. Juda ham menga yoqdi, sizlarga ham yoqishi aniq. Hozirlarga qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Qaranglar. Zo'r ekan, haqiqatan zo'r ekan. Mana kamera bo'limiga kirdim, ya'ni video zapiska o'tdi. Mana bu joyda odam yugurib ketayotgan ikonkasi bor. Ustiga bosasiz va mana bu joyda super stabilizatsiya rejimi bor. Qo'yasiz. Bu 4K 60 fps da ham videoga tushirsangiz bo'ladi va men hozir 0.6x da videoga tushiryapman. Mana bosdim, to'g'rim. Videoni vertikal holatda tushiryapman, to'g'rim. Video boshlandi yozishi va telefon bunaqasiga ham qaytiraman. Xohlasam bunaqasiga ham qaytiraman. Xohlasam mana bunaqa tarzda ham qaytiraman. Endi o'zingizlar hozir ko'rasizlar videoni. Videoga o'z bitta baho berib qo'yasizlar, qaranglar. Holatda tushiryapman, to'g'rim. Video boshlandi yozishi va telefon bunaqasiga ham qaytiraman. Xohlasam bunaqasiga ham qaytiraman. Xohlasam mana bunaqa tarzda ham qaytiraman. Endi o'zingizlar hozir ko'rasizlar videoni. Ko'rdinglar hozir nima bo'lgan? Telefonni
zaps qilishdan oldin, video boshlashimdan oldin vertikalni videoga tushirib turdim. Telefonni bunaqasiga ham o'girtirdim, lekin rakurs o'zgarib ketgani yo'q. O'zi avtomatik ravishda -90 gradus, -110 gradus bo'lsa ham o'zi avtomatik 0 rakursga qo'yib qo'yyapti. Tushunyapsizmi? Siz qanaqa rakursni boshida videoga tushirgan bo'lsangiz, telefonni men silkitib yuboring, qayiltirib yuboring, qiyshaytirib yuboring, nima qilsangiz qiling, lekin bir xil rakursda sizga videoga tushirib beryapti. Bu rejimni men birinchi marta mana Samsung Galaxy S26 Ultra da ko'rib turishim va mana ko'zinglar oldida shu rejimni men sinab ko'rdim. Yoqgan bo'lsa, sizlarga ham kommentariy yozib qoldiring va videoga like bossangiz esdan chiqmasin. Mana hozir Samsung Galaxy S26 Ultra da videoga tushiryapman. 06X daman. Sifatga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar, lekin 06X da juda ham yumshoq, juda ham plamni yuryapti mana. Harakatlayapman, chapga o'ngga qo'yaman va asosiy kamerasi 1x ga oldim. Mana videoni sifatiga bitta o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Endi quyosh chiqqan, iloji boricha soyaroq joy topishga harakat qilaman va 2x ga qo'yib ko'raman mana. 2x va undan tashqari 3x ham bor, optik zoomlari va 5x ham bor. 5x ham men sinab ko'raman hozir. Xo'p, mana telebashlarni olamiz. Mana 3x, 5x va 10x. Mana videoni sifatiga o'zingiz bitta baho berib qo'yinglar va yana обратно 1x ga qaytdim. Juda ham yaxshi, juda ham zo'r videoni sifati. Mana daraxtlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Qaranglar. Videoni sifatiga o'zingiz bitta baho berib qo'yinglar mana. Zo'r. Mana bu piyoda men bularni ham olib ko'raman. Mana ranglari juda ham zo'r chiqaz beryapti va videoni yumshoqligiga ham gap yo'q. Va yana 06x ga qaytdim. Zo'r. Mana bulutlarni ham qaranglar, ajratib berishni juda ham chiroyli bo'lib turibdi bulutlar ham. Gap yo'q. Kamerasi lekin shaxsan menga yoqdi. S25 Ultra ga qaraganda ozgina bo'lsa ham men farqini sezdim, yaxshilanganligini. Sizlarcha fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Gap yo'q. Galaxy S25 Ultra ga qaraganda men 3 ta katta farqni sezdim. Birinchi bo'lib boshqa smartfonlarda yo'q funksiya Privacy Display. Sodda qilib tushuntirganimda, tonirovkali ekran. Bunga tonirovkali защита stiklolar taqish shart emas va klonkalar ham yopishtirib o'tirish shart emas. Ya'ni yon tomondan qaraganda ekran umuman ko'rinmaydi. Xabarnomalar kelganda ham xabarnomani bekitib ham qo'yadi va xohlagan programmangizga ham o'sha tonirovka rejimini ham, ya'ni Privacy Display funksiyasini yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bunga qora matrica texnologiyasini o'rnatishdi. Birinchi bo'lib Samsung mana shu narsani olib chiqdi va sinab ko'rdi Galaxy S26 Ultra smartfonida. Birinchi katta sabab va ikkinchi sabab kamerasida super stabilizatsiya rejimi qo'shilgan. Ya'ni siz bunaqa tarzda, bunday tarzda olasizmi, telefonni bunaqa tarzda qimlatib yorsangiz ham yoki bunaqa tarzda qimlatib yorsangiz ham, mana bunaqa tarzda videoni tushiraveradi. Ya'ni bitta rakursda videoni tushiradi. 90 gradusda ham qiyshayib ketib qoladigan bo'lsa, o'zi to'g'irlab oladi. Uchinchi sababi titandan alyuminga o'tganligi. Hamma narsani o'ziga yarasha plus minusi bor, lekin
Buni ham o'ziga yarasha plus minusi bor alyuminni. Xo'p, minusiga keladigan bo'lsak, tezroq qarilib ketadi va udarlarga uncha bardosh bo'lmaydi. Siz S26 Ultra sotib oldingizmi? Darhol chexol sotib oling, chunki S26 Ultraga plus yetyapti-ku, chexolga ham plus yetadi. O'shaning uchun chexol sirasi taqib oling, chunki nozikroq bo'ladi demoqchiman. Mana bu qaralari, tushunasizlarmi? Mana bu qaralari sal nozikroq bo'ladi. Xo'p, plusga keladigan bo'lsa, issiqlikni tezroq tarqatib yuboradi alyumin. O'ziga saqlab olmaydi-da, issiqlikni alyumin tezroq yoyib yuboradi-da, tezroq chiqazoradi issiqlikni va bunga S26 Ultraga sovutish chizimi texnologiyasi yanada takomillashgan. O'zi bor, S25 Ultrada ham bor, lekin 26 Ultrada esa yanada takomillashtirib qo'yishibdi va sun'iy intellektlari ham boshqa S25 Ultraga qaraganda, S24 Ultraga qaraganda tezroq ishlayapti va promotlaringiz tezroq qabul qilyapti. Nima deyotganingizni sirasi tushunyapti demoqchiman. Sun'iy intellekti. Shunaqa, chunki nimaga NPU prosessori yaxshilangan. Shunaqa sabablarni men ko'rdim, boshqa sabab ko'rganim yo'q. Agar boshqa sabab ko'rganimda, men mana shu obzorda men ko'rsatardim sizlarga, aytardim mana shunaqa deb. Lekin eng asosiy narsasi menga yoqgani tonirovka ekran bo'lishi. Juda ham yoqdi. Privacy display, ya'ni siz bunga tonirovkali stiklo taqib o'tirishingiz shart emas. Ya'ni bu o'zini stroyingizda bor. Xohlasangiz yoqib qo'yasiz, xohlasangiz xohlagan programmangizga yoqib qo'yasiz, xohlasangiz xabarnomaga yoqib qo'yasiz, xohlasangiz telefoningizdagi parolga yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda ham zo'r. Obzor mana shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, roliklarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Balki bundan keyingi rolikda iPhone 17 Pro Max bilan Galaxy S26 Ultrani taqqoslab ko'ramiz. Siravlikni qilib ko'ramiz demoqchiman. Lekin bor narsalari shu, lekin men Samsungga qoyil qoldim. Yomonlash emas, chunki men rolikda hech qanaqa yomonlaganim yo'q, boshqaganim yo'q. Bor narsani bor dedim, yo'q narsani yo'q dedim. Faqatgina bitta shu kamchiligi S27 Ultrada ham MagSafe texnologiyasini qo'ysa zo'r bo'lardi. Ya'ni Apple'dan o'sha sertifikatini olsa zo'r bo'lardi. Bu Samsung ishlatuvchilar ham, mashina haydab ketadigan insonlarga ham bu juda ham yaxshi, qulay narsa deb o'ylayman. Shunaqa, lekin juda ham yoqdi mana shu ekrani, privacy display bo'lganligi va stabilizatori ham juda ham yoqdi. Men sizga ham yoqdi deb o'ylayman. Yoqgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Keyingi roliklargacha ko'rishguncha sizlar bilan aziz bo'ldi. Bu Texnogo kanali edi. Aytgancha buni men narxini aytmanman. Galaxy S26 Ultrani boshida kelganda $2,500 edi. Hozirgi kunga kelib 2 kun o'tdi. Hozir $1,600-$1,500 ham sotishyapti. Sotuvda bor, lekin rasmiy sotuvi 11-mart kuni. Lekin bozorga chiqib ketgan. Bora narxi tushib boradi, ya'ni $1,300-$1,400 atrofida bo'ladi. Qo'limdagi 12 ga 512 talik edi. Mana shunaqa gaplar.